Ikki xonali kvartirani ko'rib chiqamiz. Samarqand shahar partiyasi hududi, ichma-ich bo'lgan planirovka. Mana bu kirish eshigimiz. Kirishda o'ng qo'lda birlashgan sanuzilimiz bo'ladi. To'liq kafelda. Bu joy ham issiq suvlarimiz bor. Remont qilib, chiroyli qilib qo'yibdilar. Ichkari eshiklar hammasi taxtalik turgan ekan. Bu ham yaxshi narsa. Havo almashinuvi uchun. Tashqaridagisi akfa alyumin bo'lib turibdi. Oshxonada hamma sharoitlarimiz bor. Xalajiklarni olib qo'yamiz. O'rtada zal qilib ishlatadi ko'pchilik. Mana bu tarafni yopib qo'ygan ekanlar. Buni yotoqxona yoki dars qilish zonasi qilib ishlatsak bo'lar ekan. Va ikkinchi joyi buni yotoqxona qilib ishlatamiz. Kompakt 2 xonalik kvartira sotuvga chiqdi. Samarqand shahar, konditsionerimiz ham bor ekan. Partiyasi hududi Kinam zavodining orqasidagi dom. Birinchi qavat 2 xonalik, 3 xonalik qilib ishlatsak ham bemalol bo'lar ekan. 49800 dollar deyaptilar. Yana savdosi bo'ladi. Qiziqqanlar tezda aloqa chiqamiz.